Modric dunyoda eng zo'r futbolchi, chunki Fofana bilan Rabiot oldida-da. Shu Milanda hozir zo'r, keyin oldida bar bordi, Olisel o'ynayapti. Mbappeni oldi, Viniciusda bor. Ismini ham qiziq. Modric. Fofana deb edi. O'tgan ishim kerak. Rabiotni o'zi o'ynayapti, onasi o'ynayapti bilmaymiz hali. Fofanamish. Yo, ismi yurishdi. O'rta ismi yurishdi. Ketadigan futbolchilikda. Unda qarasangiz Familiyasi shu haydasi bo'lardi. Yangi kelgan futbolchilarni bunaqa integratsiya bo'lib ketishi 40 yoshli Modric bilan anaqa kerak bo'lmay qolgan Adrien Rabiotni bunaqa markazda zo'r o'ynab yuborishi, uni ustiga Fofanani ochilib ketishi, bunaqa markaz. Men bilmayman, o'ng qanotda Salemakers, chapda Pulisic, oldinda Santi Jimenez. Birortasi ham o'zini milliy jamoasining asosiy futbolchisi emas. Salemakers ham zaxira futbolchisi, Rabiot ham zaxira futbolchisi. Leo ham zaxirada o'tiradi Portugaliya. Leo ham Portugaliya zaxiradan tushadi. Ya'ni bunaqa jamoa bilan bunaqa o'yin, meni asosiy fokusim o'sha qarayotgan narsam o'yin.